Christopher Komu Amerika universitetlerden nemishqa Uyg'urlar uchun norozilik harakatlarining bo'lmaganligini tanqidladi. Detained in re-education camps, then put into forced labor camps. Over a million. Amerikadagi davlat xabarlari kanalining riyosatchisi Christopher Komu 11 mart Amerika universitetlaridan nemishqa Falastin uchun norozilik namoyishlari elib berilib, Alaviylar va Uyg'urlar uchun elib berilmaydiganligini tanqid qilgan. U bu so'zlarni Trump hukumatining Kolumbiya universiteti o'quvchisi Mahmud Xililni terrorlik tizimligidagi Hamas tashkilotini qo'llash namoyishlariga yetakchilik qilishda ayblab, chegaradan qo'g'lab chiqarish qaroriga doir analizda o'tirg'a qo'ygan. Trump hukumati Hamasparast namoyishchilarning parakandichilik silib, Yahudi o'quvchilarga hujum qilishiga yo'l qo'yish bilan ayblanib kelgan Kolumbiya universitetiga beradigan federatsiya yordamini to'xtatgan. Shuningdek, yana 60 tak universitetdagi Yahudilarni kamsitish ahvolini tekshirishni bekitgan edi. Christopher Komu G'azadagi manzarning haqiqatan qo'rqinchli ekanligini, ammo ularning zulmga uchrayotgan birdan-bir musulmon xalq emasligini bildirgan. U Xitoydagi 1 milliondan ortiq musulmon Uyg'ur tutqun qilinib, qayta tarbiyalash lagerlariga qamalgan, majburiy emgakka buyurilgan, majburiy tug'mas qilish, bolalarni oilasidan sistemalik ayirib etish, hatto bir Xitoy amaldori ularning nasabini uzib, yiltizni kesib tashlashni esimi, kishilarning buningga quloq yopirganligini tanqidlagan. Break their lineage, break their roots. Crickets. Why?